90% ayollar bu holatni kasallik deb o'ylashmaydi. Yillab yurishadi, qiynalib. Bu katta muammo. Bugungi mavzuimiz opущение matki haqida, bachadon tushish haqida. Hozir men shar misolida sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana bu homilador matka. Mana bu homilani ko'rmagan, to'liq ko'rmagan matka vлагалище qin. Mana endi tug'ib olamiz. Matka nima tug'ruq yo'llarini ahvoli, tug'ruqdan keyin qin ahvoli. Mana bu tug'ruq ko'rmagan qin ahvoli. Mana buni farqini ko'rib turibsizlar. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Men oliy toifali vrach ginekologman, Volner Zulayn Bastamova. Sizlarga bugungi videoda opущение matki, ya'ni matka tushishi haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Chunki ko'pchilik buni umuman tushunmaykan. Shuni bizlar shunaqa xulosaga keldik. O'shaning uchun shu videoni oladigan bo'ldik. Mana birinchidan men bu nimada rasmda ko'rsatmoqchiman. Mana bu matka, mana bu matkamiz. Mana bu matkani naylari, trubalari, mana bu tuxumdon, mana matka, mana bu matkani bo'yni, mana bu vлагалище qin, bu qinimiz. Matka opущение deganda mana bu organ, mana shu matkamiz, bachadonimiz, mana bu sekin-sekin, buni darajalari bor, sekin-sekin pastga qarab tushadi. Bir xil ayollarda ko'rikda ko'raman, matka tushmagan bo'ladi, qin devorlari cho'zilgan, shunday osilgan bo'ladi. Bunaqa holatda ham o'zini simptomlari bor, o'zini belgilari bor. Birinchi sabab bu homiladorlik va tug'ruq. Даже o'zi tug'magan ayollarda, kesarov bilan tug'gan ayollarda ham shu holatga kelishi mumkin. Ayollar kelishi mumkin, chunki homiladorlik payti ham matka shu cho'zilgan matkani 10-15 kilo bo'lib ketadi 9-oyda. Shunaqa og'ir narsani ko'tarib yuradi. Pромежность, mana oraliq va qinga kuchli nagruzka tushadi. O'shani hisobiga ham даже o'zi tug'magan ayollarda ham shu holat bo'ladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi bu razrivlar bo'lishi mumkin tug'ruq vaqti. Ko'pincha birinchi tug'ruqlarda, ayniqsa bola katta tug'ilganda, 4 kilodan ko'p bo'lganda razrivlar tushadi. Uchinchi sababi bu doimiy og'ir yuk ko'tarish. Keyin qabziyat, ya'ni ich qotish. Keyingi sababimiz bu semizlik. Semizlik ham qorni katta bo'lib ketganda ayollarda ichidagi bosim kuchayadi-da, pромежностьga, vлагалищеga. O'shaning hisobidan bo'ladi shunaqa holatlar. Chunki hozir ozish juda trendga chiqdi. Ko'p ayollar ozish uchun, masalan, 100 kilodan ortiq vazn yig'gan ayollar kestirib, shu bariatrический operatsiya qilishadi. O'shanda резкий ves tashiydi, 20-30 kilogacha ves tashlaydi. Mana shuni hisobiga ham opущение bo'ladi. Qin devorlari ham, matka ham opущение bo'lishi mumkin. Qanday qilib buni aniqlash mumkin? Birinchi belgilari bu tahorat vaqti barmog'im nimagadir ilinadi, qandaydir dumaloq, yumshoq narsaga tegadi deb kelishadi. Birinchi belgilardan biri. Yana sidik tutolmaslik ham ko'pincha bo'ladi. Основной simptomlari, belgilari mana shu. Keyin borib yillar o'tganda, даже ko'p tika tursa yoki ko'p yursa,
nima qorin pastida, belda og'riqlar bo'ladi. Sovuq tushganda, zaxda o'tirganda og'riqlar bo'ladi. Sen vaqti har xil ovozlar chiqadi. Havo chiqadi, shunaqa deb kelishadi ayollar. Ko'pincha 30 yoshdan keyin boshlanadi. 30 yoshdan keyin. No 40 dan keyin juda ko'p ayollar именно mana shu nimalar bilan, simptomlar bilan, belgilar bilan kelishadi. Chunki yosh o'tgan sari, mana 40 yoshdan keyin уже kollagen kamayadi, elastiklik kamayadi, shu qinni, matkani, keyin anaqalar matkani ushlaydigan anaqalar bor, svязкаlar bor. Mana bu yerda matkani ushlaydigan svязкаlar bor. O'sha svязкаlar bo'shashib ketadi yosh o'tgandan keyin, matka sekin-sekin pastga tushadi. Bu ham bir sabab. Belgilar paydo bo'lgandan обязательно specialistga borish kerak, ginekologga uchrashish kerak. Mana shu masalan siydik to'lmaslik bilan yillab sistit deb davolanib keladilar, urologlarga, terapevtlarga borib. Основном sababi ularda mana shu haqiqiy sistit emas, shamollashmas, ammo bu qin devorlari pasayishi bo'ladi sabab. O'shaning uchun kosmetologga emas, buni yechimini topish uchun, именно ginekologga, mutaxassisga kelish kerak qizlar. Mana shu birinchi уже simptomlar boshlandimi, nimadir уже sezdingizmi, qanaqadir diskomfort sezdingizmi o'sha sohada, обязательно ginekologga ko'rining. O'shaning uchun har yili ginekologga va profosmotrga kelish kerak. Именно ginekolog to'g'ri diagnoz qo'ya oladi. Bu holatni uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Chunki bu katta muammo, bu kasallik. Buni dori bilan davolab bo'lmaydi. Masalan, xalq tabobati nimalari bilan, usullari bilan davolab bo'lmaydi. Buni ginekologga borsalaringiz, ginekolog yechimini beradi sizlarga. Chun masalan hozir zamonaviy lazer protseduralari chiqqan, PRP terapiya, ya'ni plazma terapiya usullari, zamonaviy usullar orqali sizlarga yordam bersa bo'ladi. Va yana agar juda kuchli опущение bo'lsa, buni ham ginekolog aniqlaydi. Kresloda ko'rganda kuchli опущение holatlarda bu operatsiya bilan davolash mumkin faqat. Bu holatlarni oldini olsa bo'ladi. Birinchidan og'ir ko'tarmaslik kerak, ko'p. Doimiy ravishda ayol kishi 5-6 kilodan og'ir narsa ko'tarmaslik kerak. Желательно. Keyin qabziyat bilan kurashish kerak. Ich qotish bo'lmaslik kerakda doimiy ravishda. Ortiqcha vazndan xalos bo'lish kerak. Обязательно. Chunki bu ham bir sabab. Oldin aytib o'tdim sizlarga. Intim gimnastikalar bor. Maxsus intim gimnastikalar bor. O'shalar bilan ham to'g'ri bajarish kerak. Ularni to'g'ri bajarish uchun Telegram kanalimizga kirsalaringiz, podrobno, batafsil o'rganib bajarsangiz bo'ladi. Videomiz tagida ссылка chiqadi, Telegram kanalimizning ссылкасы. O'sha ссылкада bilan Telegramga kirib olinglar. O'sha yerda podrobno, batafsil hammasini tushuntirib berganmiz. Ginekolog sifatida men sizlarga aytmoqchiman qizlar. Agar savollaringiz bo'lsa, bizning kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin har bitta savolni javobini sizlarni ko'rib turgan ginekolog beradi. Masdan hech qanaqa tekshiruvdan o'tmasdan hech qaysi ginekolog sizda просто Telegramda yoki Instagramda javob bera olmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Shuning uchun oldin mutaxassisga ko'rinib, keyin savollaringga javobni olsalaringiz bo'ladi. O'zida matka опущение ko'proq bilinmaydi. Faqatgina kuchli bo'lib ketganda, 3-stependa, masalan, 2-stepen, 3-stepenlarda buni aniqlasa bo'ladi o'zida. Chunki matka pastda bo'ladi. Qinni nimasida granitsasidan o'tib ketadi matka. Bachadon bo'yni mana o'zida ham ko'rinadi. Mana qinni granitsasidan, mana qinni chegarasi bo'ladi. O'sha chegarasiga o'sha yaqin kelib turadi matka. O'shanda faqat o'zida ko'rinadi. Boshqa vaqti o'zida ko'rinmaydi. Mana matka mana pastga tushganda
ko'rinadi faqat o'zida. Boshqa holatlarda o'zida ko'rinmaydi. Faqat ginekolog kresloda ko'rib ayta oladi sizga.